خاتم الأنبياء أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Avvalo sizlarga yaxshi xabar aytishdan boshlamoqchiman. Chunki biz doimo juda ko'p yomon xabarlarni eshitamiz. Har xil azob, uqubatlar va turli qiyinchiliklarni ko'ramiz. Shunday ekan, yaxshi xabar alhamdulillah birodarimiz Habib va birodarimiz Ibrohim da'vat bilan shug'ullanadigan birodarimiz bugun alhamdulillah bitta bozorda odamlarni islomga da'vat qilib yurdik va alhamdulillah 2 kishi shahodat kalimasini aytib musulmon bo'ldi. Alhamdulillah bu biz uchun juda katta xushxabar. Bilasizmi, har safar biror inson islomni qabul qilib o'z Robbisiga qaytish yo'lini topsa, mana shu haqiqiy g'alabadir. Alloh bu haqda bizga nima deydi? Allohning g'alabasi kelganda nima sodir bo'ladi? Siz odamlarning Alloh subhanahu va taoloning diniga katta guruhlar bo'lib kirayotganini ko'rasiz. Shuning uchun odamlarning musulmon bo'layotganini ko'rganimizda bu Alloh subhanahu va taoloning g'alabasidir. Bu esa barchamizni juda xursand qilishi kerak. Chunki biz bu yerda pul topish, ko'rishlar sonini oshirish yoki cherkovlar kabi jamoamizni kattalashtirish uchun turganimiz yo'q. Biz ulkan cherkovlar emasmiz va bunday ishlarning hech birini qilishga urinmayapmiz. Biz maxluqotlarni Robbisiga bog'lashga, yaratilganlarni yaratuvchiga bog'lashga harakat qilyapmiz. Shuning uchun biror kishi musulmon bo'lsa, har safar bu Allohdan kelgan buyuk g'alaba va Alloh subhanahu va taoloning ne'matidir. Va alhamdulillah birodarimiz Ibrohim va boshqa birodarlarimiz da'vat ishini davom ettirib juda yaxshi ish qilayotganlarini ko'rib turibmiz. Men hech bo'lmaganda bizning faoliyatimizda doimo uchrab turadigan ikkita kichik mavzu haqida gapirib o'tmoqchi edim. Da'vat qilayotganimizda ba'zi odamlar insonlarning islomni qabul qilishiga to'sqinlik qilish uchun turli xil shubhalarni keltirib chiqarishga harakat qilishadi. Bizga eng ko'p uchraydigan shubhalardan ikkitasi bor. Birinchisi, aslida yaqin vaqtgacha bu umuman muammo sifatida ko'rilmagan edi. Hatto islomga qarshi bo'lganlar yoki sharqshunoslar ham bu masalani deyarli ko'tarmagan. Lekin bizda prestonizm degan tushuncha paydo bo'lgan. Prestonizm nima ekanini bilasizmi? Hech kim bilmaydi. Xo'p, prestonizm o'tmishda yashagan odamlar yoki o'sha davrni bugungi kunning mezonlari va qarashlari bilan baholash degani. Masalan, sizlardan nechta odamning hamyonida $1 pul bor? Menda yo'q. Kichkina pul bo'lsa ham, inshaalloh sizlarda bordir. $1 pulingizda kimning rasmi bor? George Washington, ha, Amerikaning otasi deb ataladigan inson. Alloh sizlarga baraka bersin. Sizlardan Urushmor tog'i deb ataladigan joy haqida eshitganlar bormi? Kimdir biladimi? Urushmor tog'i qayerda joylashgan? Kimdir biladimi buni? Men ham umuman bilmayman, lekin mayli. Xo'sh, Urushmor tog'ida kimlarning yuzlari tasvirlangan? Prezidentlarning? Menimcha u yerda tasvirlangan insonlardan biri George Washington. Ha. Washington shahrida, ya'ni DC'da Washington monumenti deb ataladigan yodgorlik ham bor. DC nimaning nomi atalgan? Nimaning nomi bilan atalgan? George Washington nomi bilan, to'g'rimi? Demak, George Washington Amerikaning otasi deb ataladi. Hatto uning tug'ilgan kunida dam olish kunimiz ham bor, prezidentlar kuni. Xullas, Amerikada George Washington shunchalik ulug'lanadi, lekin uning qul egasi bo'lganligini bilarmidingiz? Ha, hatto tarixiy hujjatlarda, jumladan uning o'z kotibining yozuvlariga qarasangiz, u qullarga juda qattiq munosabatda bo'lgan, ularni qattiq kaltaklagan, shafqatsiz qul egasi bo'lganini ko'rishingiz mumkin. Unda nega biz uni nishonlaymiz? Nega uning rasmi $1 pulda bor? Nega u Urushmor tog'ida tasvirlangan? Nega uning nomi bilan yodgorliklar ataymiz? Nima uchun? Nega uning tug'ilgan kunida dam olamiz? Tug'ilgan kunida nima uchun dam olamiz? Kim biladi? Lekin biz buni aytganimizda ular bizga yo'q birodar, o'sha davrda bu oddiy holat edi. O'sha davrni bugungi kun mezonlari bilan baholama deyishadi. Bugungi kun bilan baholama. Mana shu narsa prestonizm deb ataladi. Bu prestonizm. Lekin qiziq tomoni shundaki, ular boshqa masalalarga kelganda xuddi shunday tushuncha bilan yondoshmaydi. Oysha roziyallohu anhoning yoshi haqida gapirganimizda hatto dunyoviy nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak ham bu borada qiziq ma'lumotlar bor. Men sizlarga bir kitobni tavsiya qilmoqchiman. Men bu kitobdan hech qanday foiz yoki daromad olmayman. Uni men yozmaganman.
Kitob musulmon bo'lmagan muallif Kerolin Kokka tomonidan yozilgan. Umid qilamanki, uning ismini to'g'ri talaffuz qildim. Kitob Qo'shma Shtatdagi voyaga yetmaganlar bilan jinsiy aloqa qilishga oid qonunlarning siyosati haqida. Qizig'i shundaki, kitobning 23-betida muallif AQShda nikoh va rozilik berish yoshiga oid jadval keltirgan. Endi Oysha roziyallohu anhuning yoshi haqida gapirilganda, avvalo bir narsani tushunishimiz kerak. Bu masala Qur'onda kelmagan. Men Qur'ondan Oysha roziyallohu anhuning yoshi haqida gapirilgan birorta oyatni topganim yo'q. Shuningdek, bu masala payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning o'zlaridan bevosita rivoyat qilingan birorta hadisda ham kelmagan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Oysha roziyallohu anhuning tug'ilgan paytidagi yoshlarini bizga hech qachon aytmaganlar. Bu ma'lumot Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyatlarida Oysha roziyallohu anhoning o'zidan kelgan. Shubhasiz bu rivoyatlar sahih va Oysha roziyallohu anhu hadisni rivoyat qilishda buyuk roviylardan biridir. Lekin bu yerda bir narsaga e'tibor berish kerak. U o'zi guvoh bo'lmagan voqea haqida gapiryapti, chunki inson o'zining tug'ilganiga o'zi guvoh bo'la olmaydi. Shuning uchun u bu yoshni taxmin qilib aytmoqda. Masalan, Sahih Muslimda u 7 yosh deb zikr qiladi, Buxoriyda esa 6 yosh deb keladi. Bu esa hozirgi tushunchamizdagi nikohning er-xotin birga yashay boshlashi yoki nikohning amalga oshirilishi haqidagi yosh emas. Bu ko'proq biz bugungi kunda unashtirish yoki unashtiruv deb tushunadigan bosqichga o'xshaydi. Keyin ular qiz bolaning jismonan balog'atga yetishini kutishgan. U balog'atga yetgandan so'ng nikohga tayyor deb hisoblangan. Bu 1400 yildan ham ko'proq vaqt oldin bo'lgan. Oysha roziyallohu anhu taxminan 9 yoshgacha kutishganini aytadi. Agar uning opasi Asmo roziyallohu anhu haqidagi rivoyatlarga qarashsangiz, Oysha bundan ham kattaroq yoshda bo'lgan degan ma'lumotlarni ko'rishingiz mumkin. Lekin busiz ham keling, biz AQShga qaraylik. Masalan, 1885-yilda Delaware shtatida rozilik yoshi nechida edi? Bu unashtirish yoshi emas, balki nikoh amalda er-xotin sifatida yashashga o'tadigan yosh haqida gap. 7 yosh edi. 7 yosh edi. AQShning aksariyat hududlarida esa bu yosh taxminan 10 yosh atrofida bo'lgan. Biz hozir Janubiy Karolinadamiz. Shuning uchun shu joyning tarixini ham ko'rib chiqishimiz mumkin. Agar 1885-yilgacha bo'lgan davrga qarasangiz, ko'pchilik joylarda rozilik yoshi 10 yosh bo'lgan. Ba'zi shtatlarda 9 yosh, ba'zilarida 7 yosh bo'lgan. Hatto Alyaska kabi ayrim joylarda umumiy minimal yosh belgilanmagan, ya'ni qonun bo'yicha nikoh uchun eng kichik yosh chegarasi yo'q edi. Hatto 1920-yilgacha ham Alyaskada minimal yosh belgilanmagan. Indiana, Oklahoma va boshqa ayrim joylarda ham shunga o'xshash holatlar mavjud bo'lgan. Xo'sh, bu nimani anglatadi? Bu voqealar qancha vaqt oldin bo'lgan? 200 yil ham bo'lmagan. Masalan, 1890-yilda Alabama shtatida rozilik yoshi 10 yosh edi va boshqa joylarda ham shunga o'xshash holatlar mavjud edi. Bu voqealarga 2 asr ham bo'lmadi, lekin ular 14 asr oldingi voqea haqida gapirishadi. Lekin biz ularning tarixini keltirsak, yo'q, o'sha paytda shunday bo'lgan deyshadi. Bizning tarix haqida esa go'yo bu voqea kecha yoki o'tgan yili sodir bo'lgandek gapirishadi. Ko'p hollarda odamlar bu masalaga diniy an'analar nuqtai nazardan ham yondoshadi. Bu yerda men musulmon mualliflarning gaplarini keltirayotganim yo'q. Bu Yaqubga nisbat berilgan Injil, ya'ni xristian an'analarga ko'ra Iso alayhissalomning akasi bo'lgan Yaqub nomi bilan bog'liq asar. Bu asar bugungi Injil tarkibida mavjud emas. Oysha roziyallohu anhoning Oysha onamizning yoshi Qur'onda kelmagan. Xuddi shunga o'xshab biz bu yerda Qur'on va Injildan tashqaridagi tarixiy manbalarni ko'rib chiqyapmiz. Bu xristian an'analarga oid qadimgi asarlardan biridir. Unda Maryam onamiz 90 yoshli Yusufga turmushga chiqqanida 12 yoshda bo'lgan deb aytiladi. 12 yosh. Bugungi Amerikada 12 yoshli qiz 90 yoshli erkakka turmushga chiqsa, siz qamoqqa tushasiz. Tamom. Lekin biz buni aytganimizda ular nima deyshadi? O'sha davrning urf-odati shunday bo'lgan deyshadi. Ya'ni ularning bu kitobini o'zga ko'rsatsangiz, ular nima deyshadi? O'sha davrda holat shunday edi deydi. Bizni tariximizdagi ushbu voqeani esa ular ayib qilib ko'rsatishadi. Oysha roziyallohu anhu ham o'sha davrda turmush qurish uchun Jubayr ibn Mut'imga unashtirilgan edi. Keyinchalik bu unashtiruv bekor qilingan va Oysha roziyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga turmushga chiqqanlar. Islom ulamolarining ko'pchiligi esa shunday savolni o'rtaga qo'ygan: nega nikohdan keyin birga yashashni kutishgan? Ularning tushuntirishicha, Oysha roziyallohu anhu o'sha davrning urf-odatlariga ko'ra
turmush qurishga jismonan va aqlan tayyor bo'lishi uchun kutishgan. Mana bu qiziq bir asar, Duradgor Yusufning tarixi. Men bu asarning Fransiya Milliy kutubxonasida saqlanayotgan asl qo'lyozmasidan skaner nusxasini buyurtma qilganman. Bu asar 6-asrda Vizantiya Misrda kopt tilida yozilgan. U bilan birga uning yunoncha, lotincha va arabcha nusxalari ham mavjud. Men topolgan manbalar ichida bu Maryamning eri Yusuf haqidagi eng qadimgi tarjimai hollardan biri hisoblanadi. Yana bir bor ta'kidlayman, bu asar bugungi Injil tarkibida mavjud emas. Xuddi Oysha roziyallohu anhuning yoshi Qur'onda keltirilmaganidek, bu yerda ham biz diniy asosiy manbalardan tashqaridagi tarixiy manbalarni ko'rib chiqyapmiz. Mana men shu joyni belgilab qo'yganman. Unda Maryam 5 yoshida monastirga kirgani aytiladi. 9 yoshda esa unga izlay boshlashgan. 12 yoshda esa arabcha matnda ham, yunonchada va lotincha matnlarda ham u turmushga chiqqani aytiladi. 12 yosh. Xuddi shu kitob Yusuf haqida ham gapiradi. Arabcha matnda uning ismi Yusuf deb keltirilgan. Unda aytilishicha, Yusuf birinchi marta boshqa bir ayolga uylanganida 40 yoshda bo'lgan. Yusuf 40 yoshda bo'lgan. Ular 49 yil birga turmush qurishgan. Xo'sh, unda Yusufning yoshi nechiga yetgan? 89 yoshga. Keyin uning birinchi xotini vafot etgan. Yusuf Maryamga uylanishdan oldin 1 yil kutgan. Xo'sh, unda Yusuf necha yoshda bo'lgan? 90 yoshda. 90 yoshida Maryamning yoshi qancha bo'lgan? 12 yosh. Shunday ekan, agar odamlar bu kabi masalalar haqida gapirmoqchi bo'lishsa, biz ularga dalillarni ko'rsatamiz. Shubhasiz, qadimgi davrlarda odamlar ancha yosh turmush qurishgan. Maryamning yoshi necha dedi? 12 yoshda. Ha, shunday. Oysha roziyallohu anhuning aniq yoshi qanday bo'lganini Alloh subhanahu va taolo yaxshiroq biladi. Lekin u shubhasiz o'sha davrning urf-odatlariga muvofiq bo'lgan va ular kutishgan. Ya'ni nikohni darhol er-xotin sifatida amalga oshirishmagan. Ular Oysha roziyallohu anhu balog'atga yetguncha, ya'ni tabiiy ravishda va o'sha davrning urf-odatlariga ko'ra turmush qurishga tayyor bo'lguncha kutishgan. Darrov to'yni qilib yuborishmagan. Ha. Mana shu bizga juda ko'p beriladigan savollardan biri. Ikkinchi masala esa, alhamdulillah, biz bu manbalarda bunday yoshlar haqida juda ko'p aniq dalillarni ko'rsatganimiz sababli odamlar doimo "Xo'p, lekin bularning hech biri Injilda yo'q-ku" deyshadi. Men yana bir bor aniqlik kiritmoqchiman. Yuqorida aytganimdek, Oysha roziyallohu anhuning yoshi Qur'onda keltirilmagan. Shuningdek, bu haqida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning o'zlaridan bevosita rivoyat qilingan hadis ham yo'q. Shunday ekan, agar Injilning o'ziga qaramoqchi bo'lsangiz, u yerda Rifqa, ya'ni Rebekka degan ayol bor. Bu uning o'zimning gapim emas, bu mening gapim emas. Rashi ismli bir muallif bor. Rashi Yahudiy olimi va tarixchi bo'lib, u qadimgi ahdni sharhlovchi eng buyuk tafsirchilardan biri sifatida tanilgan. Agar Google orqali Rashi haqida izlasangiz, xristianlar ham, yahudiylar ham uni qadimgi ahdni tushuntirgan eng buyuk olimlardan biri sifatida maqtashganini ko'rasiz. Rashi Injilning o'zidan dalillar keltirib, shunday xulosaga keladi. Rifqa, ya'ni Rebekka 3 yoshida 40 yoshli Ishoqga turmushga chiqqan. 3 yoshli qiz u 40 yoshli Ishoq bilan turmush qurgan degan qarash bor. Hatto bu haqida gapiradigan ravinlarning videolarini ham topishingiz mumkin. Ular ham 3 yoshda edi va 40 yoshli Ishoqga turmushga chiqqan deb tushuntirishadi. Bu da'volarni musulmonlar o'ylab topayotgani yo'q. Bu da'volar Injilga oid manbalardan kelib chiqadi. Shuning uchun agar adolatli bo'lishni istasangiz, masalaga barcha tomondan qarang. Agar kimdir bu kitoblarni sotib olishni xohlasa, men ularni sotmayman. Ularni internet orqali o'zingiz topib o'qishingiz mumkin. Endi yana bir masalani ko'rib chiqmoqchiman. Keyin inshaalloh namoz uchun tanaffus qilamiz. Bizga ko'p beriladigan ikkinchi tanqid esa yana bir bor aytganda biroz bolalarcha va kulgili. Chunki bunga qarshi haqiqiy dalil yo'q. Bu biz turli injillar o'rtasidagi aniq farqlarni ko'rsatganimizda paydo bo'ladigan tanqid. Masalan, katolik injili bilan protestant injili bir xil emas. Katolik injilida Tobit kitobi bor. Shuningdek, Yudit kitobida ham King James injilda uchramaydigan parchalar mavjud. Hatto Nif injiliga qarasangiz ham gap shunchaki boshqa tarjimada emas. Ular ayrim parchalarni olib tashlashgan.
Aslida yaqinda men Jorjiyada bo'lgan edim. U yerda nasroniylar uchun kitob sotadigan bir do'kon bor ekan. Do'kon egasining bibliyashunoslik bo'yicha PhD darajasi bor ekan. U menga Injildagi o'zgarishlar haqida yozilgan butun bir hujjatni berdi. Unda shunchaki tarjimadagi farqlar emas, balki olib tashlangan so'zlar, olib tashlangan parchalar haqida ham yozilgan. Hatto nasroniylarning o'zlaridagi turli Injillar o'rtasida ham shunday farqlar mavjud. Bundan tashqari, nasroniylikning turli yo'nalishlarini ham hisobga olmayapmiz. Masalan, LDC, oxirgi kun avliyolari deb ataladigan guruhni ko'pchilik mormonlar deb ataydi, lekin ular o'zlarini nasroniylar deb hisoblashadi. Ularning Mormon kitobi, Ibrohim kitobi va ta'limot va ahdlar degan kitoblari bor. Ularning ta'limotlari esa protestantlar orasida mavjud bo'lgan ta'limotlardan juda katta farq qiladi. Agar Efiopiya Injiliga qarasangiz, unda bugungi protestantlar foydalanadigan oddiy Injilda mavjud bo'lmagan 88 ta kitob bor. 88 ta kitob bu kichik farq emas. Agar Yunon pravoslavlari va Rus pravoslavlari foydalanadigan Injillarga qarasangiz, ularda protestantlar, luteranlar va boshqa nasroniylar foydalanadigan Injillardan farqli boblar va parchalar mavjud. Shuning uchun buni yaxshi tushunish juda muhim. Bu shunchaki tarjima yoki talaffuz masalasi emas. Bu butun boshli boblar va qismlarning mavjudligi yoki mavjud emasligidagi katta farq. Endi Qur'onga keladigan bo'lsak, alhamdulillah, shayx ham biz bilan birga. Bizda esa bitta Qur'on borligini ko'ramiz. Fotiha surasi bilan boshlanmaydigan Qur'on bo'lganmi birorta? 114 ta sura bo'lmagan Qur'on bo'lganmi biror joyda? 30 juzga bo'linmagan Qur'on bo'lganmi? Yo'q. Bu butun musulmon ummati ittifoq qilgan Qur'on. Agar siz Hanafiy mazhabida bo'lsangiz ham bizda bitta Qur'on bor. Agar Maliki mazhabida bo'lsangiz ham bitta Qur'on bor. Lekin Qur'onning qiroat qilish usullarida farqlar bor. Masalan, bugun biz da'vat qilayotganimizda bir musulmon birodarimiz mashalloh bizga qo'shildi. Uning talaffuzi juda Janubiy Amerikalikcha edi. Masalan, u yal deganda bu bizning Kaliforniyadagi talaffuzimizdan juda farq qiladi. Biz Kaliforniyada bu so'zni u kabi cho'zib aytmaymiz. Buyuk Britaniyaga borsangiz, u yerda ham o'ziga xos talaffuzlar bor. Shotlandlarning ham o'zining talaffuzi bor, irlandlarning ham o'zining talaffuzi bor, Uelsliklarning ham o'z talaffuzi bor. Ularning talaffuzini tushunish esa omadiga bog'liq. Liverpoolga borsangiz, ular nima deyotganini umuman tushunmay qolishingiz mumkin. Londonga borsangiz, ularning ham o'ziga xos talaffuzlari bor. Masalan, Kokni yoki qirollik inglizchasi. Janubiy Afrikaga borsangiz, ularning ingliz tili ham boshqacha. Ular ayrim so'zlarni boshqacha talaffuz qilishadi. Hatto ba'zida siz bilan uchinchi shaxs shaklida gaplashishadi. Masalan, men shayxni ko'rsam, ular shayx qanday deb so'rashlari mumkin. Lekin bizda kimdir kelib, Usmon qanday desa, men kim, qaysi Usmon haqida gapiryapsiz deb so'rayman. Chunki biz odatda ikkinchi shaxsda gaplashamiz. Ular esa uchinchi shaxsda gaplashishadi. Bu ularning ingliz tili, ularning o'ziga xos uslubi. Buning hech qanday yomon joyi yo'q, shunchaki farq qiladi. Yamaykaga borsangiz, u yerda patios deb ataladigan til yoki talaffuz uslubi bor. U juda boshqacha eshitiladi, lekin bu ular ingliz tilini bilmaydi degani emas, shunchaki ular ingliz tilida o'zlariga xos tarzda gaplashishadi. Kanadaliklarning ham o'ziga xos talaffuzlari bor. Masalan, ular kabi o'ziga xos iboralarni ishlatishadi. Biz Kaliforniyada ham boshqacha gaplashamiz. Nyu-Yorkliklar boshqacha gaplashadi. Bostonliklarning ham o'ziga xos talaffuzi bor. To'g'rimi? Arab tilida ham shunday farqlar bo'lgan. Men bugungi kundagi sheva sifatidagi arab tilini nazarda tutmayapman, balki asl klassik arab tilini aytyapman. Qadimgi arablar ham gapirish va talaffuz qilishda turlicha usullarga ega bo'lgan. Lekin biz Qur'onni xohlaganimizcha o'qimaymiz. Biz Qur'onni faqat Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bizga o'rgatgan tarzda, ya'ni qiroatlar orqali o'qiymiz. Bu qiroatlar esa ahruf asosida shakllangan va ularning barchasi Alloh subhanahu va taolodandir. Bizdagi qiroatlardagi farqlarni odamlar o'zlari o'ylab topmagan. Shuning uchun men qurrolar, ya'ni Qur'onni juda yaxshi va to'g'ri qiroat qiladigan buyuk qorilar haqida yozilgan mana shu kichkina, ammo foydali kitobni olib keldim. Mana shu kitob. Masalan, Hafs, Osim, Varsh va boshqa mashhur qorilar. Ular o'zlaricha qiroat o'ylab topishmagan. Aksincha, ular qiroatni sahobalardan, sahobalar esa payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamdan, payg'ambarimiz esa Jabroil alayhissalomdan,
Jabroil alayhissalom esa Alloh subhanahu va taolodan qanday o'rgangan bo'lsa, shunday o'qishgan. Buni isbotlashimiz mumkin. Qur'onning naqadar aniq va go'zal saqlanganiga qarang. Biz Qur'on borasida hech qanday shubha qilmaymiz. U 30 juz va 114 ta suradan iborat. Lekin hatto matni qanday cho'zish, vaqtni qanday qilish, qiroat qilish yoki qayerda to'xtash kabi tafsilotlar ham belgilangan. Qiroatni qabul qilishda sanad va qiroatning 3 ta sharti bor. Birinchidan, u bitta Qur'onga, Usmon roziyallohu anhuning mushaflariga muvofiq bo'lishi kerak. Ikkinchidan, unda grammatik xato bo'lmasligi kerak. Uchinchidan, u payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan bir necha ishonchli sanadlar orqali mutawatir tarzda yetib kelgan bo'lishi kerak. Hatto talaffuzning o'zi ham shu tarzda ishonchli ravishda yetib kelgan. Qur'onning naqadar aniq va go'zal tarzda saqlanganiga qarang. Bu kitob aslida har bir qiroat uslubi uchun sanad zanjirini grafik shaklda ko'rsatib beradi. Ya'ni har bir qiroatning zanjiri payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamgacha qanday yetib borishi ko'rsatilgan. Ko'plab qiroatlarda qori bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'rtasida faqat bitta sahoba borligini ko'ramiz. Tekshirib ko'ring. Bundan tashqari har bir qiroatning faqat bitta emas, bir nechta sanadlari mavjud. Hatto qiroatning o'zi ham mutawatir tarzda yetib kelgan. Shuning uchun alhamdulillah Alloh bizga shunday go'zal va ajoyib dinni ne'mat qilib bergan. Bu juda aniq va dalillarga asoslangan din. Bu haq, ya'ni haqiqatdir. Va bu din shu qadar mukammal tarzda saqlanganki, mana shu yerda o'tirganimizda ham butun Qur'onni yod olgan insonlarni uchratishimiz mumkin. Janubiy Karolinadagi Kolumbiya shahrida ham, siz boradigan deyarli har qanday shaharda ham, Nyu-Yorkdan Bay Areagacha, San Diegodan Buffalogacha butun Qur'onni yod olgan insonlarni topishingiz mumkin. Endi Misrga borsangiz, Alloh Misrning go'zal yurtiga baraka bersin. Har bir burchakda, har bir masjidda alhamdulillah Qur'onni yod olgan insonlarni uchratasiz. Pokistonga borsangiz ham, Indoneziyaga borsangiz ham juda ko'p odamlarni topasiz. Bugungi kunda butun dunyo bo'ylab millionlab insonlar, menimcha kamida 1 million kishi butun Qur'onni so'zma-so'z, harfma-harf yod olgan. Men so'zimni bir chaqiriq bilan yakunlamoqchiman, chunki hozir biz jonli efirdamiz. Men bu chaqiriqni musulmon bo'lmaganlarga, xristianlarga, yahudiylarga, hindular va boshqalarga qaratmoqchiman. Biz sizga ummatimiz ichidan 100 minglab, hatto millionlab insonlarni ko'rsatamiz. Ular Qur'onni 7 yoshdan 90 yoshgacha yodlaganlari bor. Siz xohlaganingizcha tanlang. Qora tanli deysizmi, oq tanlimi, meksiyalikmi, boshqami, erkak, ayolmi farqi yo'q. Ular Qur'onni sanad bilan, ya'ni qiroatni kimdan kim o'rganganini ko'rsatuvchi zanjir bilan yod olgan. Bu zanjir payg'ambarimizga borib taqaladi. So'ng Jabroilga, keyin esa Alloh subhanahu va taologacha borib taqaladi. Endi siz bizga bittagina atiga bitta xristianni ko'rsating. Bibliyani so'zma-so'z, harfma-harf to'liq yod olgan bittagina xristianni, bittagina yahudiyni ko'rsating. Butun Talmudni so'zma-so'z, harfma-harf yod olgan bir yahudiyni, bittagina hinduni ko'rsating. Vedalarni yod olgan yoki Purnalar yoki Mahabharatni to'liq bilgan. Olib keling. Faqat bittasini. Dunyoda 2 milliard xristian bor. Shunchaki bittasini topib keling. Bittasini.